Bugun sotuvda yana ko'chmas mumkin deb o'ylashingiz mumkin, lekin bizda avtomashinalar savdosi ham yo'lga qo'yilgan. Bugun obzorimizda Nexia 3 avtomashinasi 2022-yilda ishlab chiqarilgan. 43 ming probegda yurgani hamda kraskasiga javob dedilar akamiz. Bemalol tekshirtirib olsangiz bo'ladi. Xo'p, hozir holatlarini ko'ramiz. O'zlaringiz ko'rib baho berasizlar. Ko'rishingiz mumkin holatlarni. Tiniq holatda turibdi avtomashinamiz. Torpeda holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Mashinamiz avtomat korobkada, Medigar putlar qo'yilgan, Medigar video registratorlar o'rnatilgan mashinamizga. Orqa tomonni ham ko'rishingiz mumkin. Tiniq holatda. O'zini chiqarlardi. Xo'p, metan qo'yilganiga 1 oy bo'ldi dedilar. Pastlar shunqa qilingan. Zapaska balon ochilmagan даже. Avtomashinamizni ko'rishingiz mumkin. Narxiga to'xtaladigan bo'lsak, 10.500 dedilar. Yana kelishiladigan joy bor, ozgina o'tiladigan joy bor. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun pastdagi nomerlarga telefon qilib bog'lanib, baraka qilishlaringiz mumkin.